Assalomu alaykum, hurmatli Rishton uy-joy kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun Rishtonimizning yana bitta sentridan, Rishton dehqon bozorida ro'parasida mana ushbu bir sotixga mo'ljallangan bo'sh yerimiz sotuvga qo'yilibdi. Ko'rishinglar mumkin. Mana hujjatlarigacha qo'limga berib qo'yishdi. Dokumentga, notariusga hujjatlari tayyor ekan. Ichimlik suvdan ikkita liniya kelgan ekan. Svetdan ichimlik suvdan umuman muammo yo'q ekan. Umumiy yer maydoni bir sotixdan iborat ekan. O'zim olib bir nima qilaman qilib o'tgan safargi joyimizga ulgurmaganlar. Mana sizlar uchun zo'r yana bitta joyda qo'ydik. Bozorimiz ko'rinib turibdi. 3 etaj, 4 etaj, 5 etaj solasizmi? Xohlaganicha imorat qilib, bir narsa qilib ijaraga berib qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshi, eski bu yerlar oldin sartaroshxona bo'lgan. Sartaroshxona qilib ijaraga bersangiz bo'ladi yoki salonxona qilib yoki ustaxona qilib yoki telefonchi ustaxonalar mana bu yoqlarda bor ekan. Mana shunaqa qilib ijaraga qilib berib qo'ysangiz ham bo'ladi yo o'zingizga moslab bir ofis qilib, bir xususiy bank qilsangiz ham zo'r variant. Qadrdonlar, odamlar 30 ming, 40 mingga ham mashina olib minishyapti-yu. Mashinani olasiz, 1 yildan keyin narxi tushib ketadi. Bunaqa joylar olib qo'ysangiz, yildan yilga pul qo'shilib boradi. Olib, imkoningiz bo'lsa, qurilish qilib borsangiz, vaqt o'tib falon pulga sotsangiz bo'ladi. Tavsiya qilamiz, egalarni pastda raqamlarini qoldirib ketamiz. Sizlar uchun zo'r joylarni topib, obzor qilishda davom etamiz. Bizning ijtimoiy tarmoq kanallarimizga ulanib ko'rishda davom eting va yoqsa kelib ko'ringlar. Egalari bilan kelisha olsalaring, baraka qilsalaring bo'ladi. Narxi 30 ming dollar deyapti. Hurmatli Rishtonliklar, bunaqa imkoniyat hadam ham bo'lmaydi. Qaytarib o'tamiz. 30 ming dollar. Bosib oladigan xonasi.